Eslatib o'tamiz. Rahmat eshitib kayf qilaman. 200 gram sutga qaynatib, sal ilitilgan sutga bir qoshiq asal, bir qoshiq sariyog', bir dona tuxumni sarig'i xomini, bir choy qoshiq 4 dan 1 ozroqgina osh sodasini solib, aralashtirib, undan keyin kattalar ertalab kechqurun 200 gramdan, yosh bolalar 100 gramdan yetsa yo'talidan xalos bo'ladi. Undan keyin revmatizmga o'sha sariyog', 200 gram sariyog'ga bir 7-8 dona lavrovый listni ezg'ilab solib qo'yib, qorong'u joyga solib qo'yib, ora-orada bir hafta tursa, ora-orada aralashtirib qo'ysa, revmatizmni yaxshi bo'ldi. Telefon qilib rahmat aytishdi. Besabab isitgan odam, yosh bo'layin, besabab o'ylab isitgan piyozni po'stini damlab ichdi, yaxshi bo'ldi. Rahmat eshitib kayf qilamiz, birodarlar. Jonlar